U qo'llarimga qo'lini qo'yib sekin siqib qo'ydi. Bir daqiqa hayajondan yuragim urib ketdi. Yuzim qizardi, biroz uzoqqa qaradim. Ammo u qo'yib yubormadi. Aksincha sekin qo'llarimni mahkam ushladi. So'ng yuzlarimga qo'li tegdi. Bilmadim o'sha paytda nega qarshilik qila olmadim, balki qalbimdagi yolg'izlik va mehrga chanqoqlik mendan kuchli bo'lib qolgandir. Yangi kelin bo'lganimda hayotimning hammasi oldimda turgan katta bir sahifadek tuyulardi. Ertaga nimalar bo'lishini bilmasdim, ammo qalbim orzularga to'la edi. Biroq taqdir shunday qilib qo'ydiki, erim to'satdan majburiyat bilan safarga chiqib ketdi. Uning ketishi bilan uydagi barcha ishlar mening yelkamga tushdi. Qishloq uyi oson emas, chorva, hovli, oshxona hammasiga qarash kerak. Yolg'iz ayolga og'irlik qilishi tabiiy. Bir kuni uy oldidagi katta daraxtni kesib, hovlini tozalash kerak bo'lib qoldi. Majbur holda qo'shnimiz Jamshid akani chaqirdim. U mendan atiga 4 yosh katta, shunga qaramay menga doimo katta odamdek maslahat berib, yo'l ko'rsatib turardi. Uyning ichiga kirib kelganda yuzida tabassum, ko'zlarida esa bir xil iltifot bor edi. Uning mehribonligidan yuragim iliq bo'ldi. Jamshid aka og'ir ishlarni osongina qilib tashlardi. Qo'llari kuchli, ammo harakatlarida bir xil noziklik bor edi. Hovlida ishni tugatgach, ichkaridan choy olib chiqdim. U menga qarab, "Yangi kelin bo'lib, hamma ishni o'zingizga olibsiz-da, eringiz bo'lsa, yordamchi bo'lar edi", dedi. Men esa yurakdan chiqqan bir oz og'ir nafas bilan, "Ha, aka, ammo taqdir shunday. Sabr qilishdan boshqa yo'lim yo'q", dedim. Shu gaplardan keyin u sekinlik bilan ko'zlarimga tikilib turdi. Bir oz jiddiy, bir oz samimiy nazar bilan. Quloq solsangiz, gaplari juda shirin, mehribon edi. So'zlari orasida meni allaqachon o'zining nazarida ayol sifatida qabul qilayotganini his qildim. U qo'llarimga qo'lini qo'yib, sekin siqib qo'ydi. Bir daqiqa hayajondan yuragim urib ketdi. Yuzim qizardi, biroz uzoqqa qaradim. Ammo u qo'yib yubormadi. Aksincha sekin qo'llarimni mahkam ushladi. So'ng yuzlarimga qo'li tegdi. Bilmadim o'sha paytda nega qarshilik qila olmadim, balki qalbimdagi yolg'izlik va mehrga chanqoqlik mendan kuchli bo'lib qolgandir. Jamshid aka yuzimni silab shipshiriq ovoz bilan, "Sizga yolg'izlik og'ir tiyayapti. Lekin siz kuchli ayolsiz", dedi. Uning ovozidagi iliqlik, qo'lidagi issiqlik menga go'yo tasalli berdi. Shu kundan keyin uning har bir qadami, har bir so'zi yuragimni boshqacha urdirardi. Kunlar o'tdi. U mening uyimga tez-tez kelib turdi. Bahona qilsa ham ish topib berdim. Birga o'tkazgan har soatimizda u meni qalban va ruhiy jihatdan o'ziga yaqinroq tortardi. Har safar ko'zlarimga qarab, gapini shirin qilib aytganda, men o'zimni boshqa olamda sezardim. U bir kuni qo'limni yana ushlab, "Men sizga qattiq qarab qo'ydim, kelin. Men uchun siz oddiy qo'shni emassiz", dedi. Yuragim titrab ketdi. Uning so'zlari go'yo ichimdagi sirni ochib tashladi. Men ham yolg'izlikdan charchagandim, birovning e'tiboriga, iliq qo'liga chanqoq edim. Har gal u qo'limni ushlab yuzimni silasa, ichimda o'ziga xos bir kuch, bir his uyg'ondi. Hatto kechalari yotganda ham uning ovozini, shirin so'zlarini, qo'llarimni qachon ushlaganini eslab yotardim. Ertalabdan uy ishlari boshlanar, hovlini supurib, tandirni yoqib, non yopar, so'ng idishlarni yuvib, chorvaga yem tashlab yurardim. Yolg'iz kelin bo'lish oson emas, ba'zan qo'llarim titrab, belim og'rib ketardi. Shunday paytlarda Jamshid akaning kelib qolishini ich-ichimdan xohlar, garchi o'zimga tan olmasam ham, uni ko'rishga intiq bo'lardim. Bir kuni ertalab hovlida sigirni bo'glay olmay qiynalayotganimda u darvozadan kirib keldi. Ovozini past qilib, kulimsirab, "Keling, yordam beray, siz qiynalib qoldingiz", dedi. Men indamay yon berdim. U sigirni mahkam bo'gladi, qo'llarining kuchini ko'rib, beixtiyor ichimdan qoyil qoldim. So'ng sekin yonimga kelib, bilagimni tutdi. Shundoq yumshoq va iliq ushladiki, yuragim o'sha zahoti tez ura boshladi. "Kelin, sizni qiynashmayaptimi? Eringiz yo'qligida hamma og'irlik sizga tushibdi", dedi u ko'zlarimga tikilib. Men boshimni egdim, lablarimdan faqat "hammasi yaxshi" degan so'z chiqdi.
Ammo ichimdan yo'q, yaxshi emas, juda ham og'ir deb qichqirgim keldi. Shu suhbatdan keyin u ko'proq keladigan bo'ldi. Har safar kelganda qo'llari ishga yaroqli, tili esa shirin bo'lar, gapirganida yuragimni eritib yuborardi. Bir kuni hovlida supurib turganimda orqamdan sekin kelib belimdan ushlab oldi. Birdan qo'rqib ketdim, ammo qo'llarini surib tashlamadim. U shunchalik mahkam va ishonch bilan ushladiki, ichimda qarshilik kuchi qolmadi. "Siz yolg'iz emassiz, men yoningizdaman", dedi u qulogimga yaqinlashib. Uning nafasini sezdim, badanim titrab ketdi. Shunda yuzlarim qizarib, ko'z yoshlarim chiqay deb qoldi. Chunki bu mehrga, bu iliqlikka anchadan beri zor edim. Kun sayin u meni o'ziga rom qilar, men esa unga tobora yaqinlashardim. Ko'pincha kechqurun hovli jimjit bo'lganda kelib qolardi. U paytda qo'shnilar ham hech narsani sezmasdi. U kelganida yuragimda allaqanday hayajon uyg'onardi. U bilan gaplashish, yonida bo'lish men uchun bir dunyo baxt edi. Bir kecha u chiroqni o'chirib, hovlida men bilan uzoq o'tirdi. Qorong'ulikda faqat ovozlari eshitilib turardi. So'ng u qo'limni qo'liga oldi, yuzlarimga ohista tegib, sekin siladi. "Sizni ko'rganimda yuragim tinchimaydi. O'zimni to'xtata olmayapman", dedi u. O'sha paytda men ham ko'zlarimni yumib, ichimdagi barcha qarshiliklarni unutdim. Chunki yolg'izlik, mehrga tashnalik meni unga tobora yaqinlashtirayotgan edi. Kechalar tobora uzayib borardi, men esa Jamshid akani ko'rishga o'rgana boshladim. Erim safarda ekan, qo'llarim ish bilan band, lekin qalbim bo'sh edi. O'sha boshliqni sekinasta Jamshid aka to'ldirib borayotganday bo'lardi. Har kuni uning kelishini kutib, eshik tomonga qarab yurardim. Agar darvozamiz ochilib, u ko'rinmasa, ichimni gam bosardi, ammo kelgan kuni yuragim gullab ketardi. U bilan gaplashish, bir piyola choy ichib o'tirishning o'zi men uchun katta tasalli bo'ldi. Bir kuni u hovliga kirib keldi-yu, meni supurgi bilan hovli supurayotganimni ko'rib, sekin yonimga yaqinlashdi. Orqamdan qo'llarimdan tutib supurgini birga ushladi. Yuragim dukillab ketdi. Qo'llarimiz bir-biriga tegib turgan paytda butun vujudimda issiq oqim yugurib o'tdi. "Siz yolg'iz supurib charchaysiz, keling, birga qilamiz", dedi u kulimsirab. Ovozida shunchalik mehr, shunchalik iliqlik borki, men bir zumda uning gapiga taslim bo'ldim. Shu paytda qo'shnilardan kimdir ko'rib qolishidan ham qo'rqmadim, chunki butun dunyo men bilan u o'rtasida qolayotganday edi. Kunlar o'tgan sari u meni ko'proq qiziqtira boshladi. Kechqurunlari hovlida o'tirib, yulduzlarga qarab uzoq suhbatlashib ketardik. U o'zining orzularidan gapirar, men esa qalbimdagi dardlarni aytib berardim. U quloq solar ekan, yuziga jiddiylik, ko'zlariga esa mehrli nigoh yugurar, so'zlari bilan meni ovutar edi. Bir oqshom u qo'limni qo'liga olib sekin siladi. Yuragim hapriqib, ko'zlarimga yosh qalqdi. Chunki men anchadan beri birovning mehriga zor bo'lib qolgan edim. U buni sezdi shekilli, yuzimni silab. "Siz juda go'zalsiz, juda samimiy ayolsiz. Sizni qiynashlariga yo'l qo'ymang, men doim yoningizda bo'laman", dedi. Shu so'zlar qalbimni butunlay eritdi. Men qarshilik qilishni xohladim, ammo kuchim yetmadi. Unga tobora yaqinlashib borayotganimni his qilardim. Bir kuni yomg'irli oqshom bo'ldi. Hovli ichida ishlarim tugamagandi, lekin yomg'ir quyardi. Shunda Jamshid aka keldi. U mening yelkama sholchasini yopdi va qulogimga: "Sizni shunday ko'rib turolmayman, o'zingizni ayang", dedi. Uning gaplari ko'nglimni larzaga soldi. Shunda men o'z ixtiyorimdan tashqarida qolganday bo'ldim. Go'yo hamma qarorlarni taqdirning o'zi qabul qilayotganday edi. Shundan keyin bizning uchrashuvlarimiz muntazam bo'lib qoldi. U hovliga ish bahonasida kelardi, men esa uni kutardim. Har safar kelganida qo'llarimni ushlab, yuzimni silashni kanda qilmasdi. U bilan bir zum ham yonma-yon bo'lish men uchun dunyodagi eng katta baxt bo'lib qoldi. Kechalari esa yotganimda ko'zlarimni yumib uning so'zlarini eslardim. "Siz yolg'iz emassiz, men yoningizdaman", degan gaplari qulogimda jaranglab turardi. Yuragim esa u gaplarni qayta-qayta his qilardi. Uning mehribon nigohi, qo'llarining issiqligi, so'zlarining shirinligi meni kundan kunga o'ziga ko'proq bog'lab qo'yardi. Endi men uchun hayotning ma'nosi uning kelishida, menga qarashida va yonimda bo'lishida edi.